Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz AdinExpertdan xatosiz ro'yxatdan o'tish tushuntirib o'taman va pul chiqarish va pul solishni tushuntirib o'tib ketaman. Videoni o'tkazmasdan ko'ringizlar, tushunmay qolishingiz mumkin. AdinExpert o'rnatganlaringizdan keyin kiramiz. Bu yerda masalan kirish ro'yxatdan o'tish bor. Ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda 4 bosqichda ro'yxatdan o'ting deyapti. To'rt bosqichda ro'yxatdan o'ting deyapti bu yerda. Barchasidan o'tsangiz bo'ladi. Eng osoni bir bosqichda ro'yxatdan o'tish. Tez va oson. Bu yerda promokod deyapti. Promokod degan joyga bar. Bu yerda masalan barchasini do'stlar to'ldirib chiqasizlar. Umuman qolib ketmashligi kerak. Bu yerda ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda do'stlar mototsikl belgilang deyapti. Tasdiqlashni bosamiz. Galereyangizni saqlab qo'ying. Akkauntingiz chiqib ketgudek bo'lsa, bemalol kirishingizga mumkin bo'ladi. Keyingisini bosamiz. Mana do'stlar, akkauntga ham kirib oldik. Endi qiladigan ishimiz mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlarga o'tamiz. Bu yerga bosamiz. Bu yerda o'zingiz haqingizda bemalol nima aytilgan bo'lsa to'ldirib chiqishingiz mumkin. Pul kirgizish, chiqarishdan muammo bo'lmaydi. Keyin bemalol nima qilishingiz mumkin. Keyin mana bu yerda saqlash tugmasi bor. Keyin bosasizlar. Keyin mana bu yerda o'zingiz ism familiyangiz chiqadi do'stlar. Pul solish, pul chiqarishga keladigan bo'lsak, mana burchakka o'tamiz. Burchakda bu yerda masalan pul to'ldirish, pul chiqarish ikkalasi yonma-yon turibdi do'stlar. Bemalol kirgizib chiqarishingiz mumkin. Hisob to'ldirishga keladigan bo'lsak, mana do'stlar, Humo.uz hammasi bor. Bu yerdan pulni bemalol yozishingiz mumkin. Masalan, tasdiqlashni bosib, masalan mana bu yerga karta raqam deyapti. Keyin kartani to'nosi, tugash sanasi, bu yerga ism familiyangiz. Bari masalan yonma-yon ko'rsatilgan. Mablag' chiqarishda ham xuddi shunday. Qaysi kartadan kirgizgan bo'lsangiz, shu kartadan chiqarasizlar. Bemalol tasdiqlash bosib. Bu yerga karta raqam, ism familiya, tugash sanasi. Bemalol kirgizib chiqarsangiz bo'ladi. O'yinlarga ketamiz. Sport, kazino, games o'yinlari bemalol o'ynashingiz mumkin. Bu yerda barchasi namoyon etilgan. Games o'yinlariga keladigan bo'lsak, video yoqqan bo'lsa hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.